Allo, Alo, assalomu alaykum. alaykum assalom. Dilfuza opa bilan bog'landikmi? Ha, man. Opajonim, sog' salomatmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Kim bu? Bor bo'ling hamisha ayni daqiqalarda siz bilan. Mana shunday o'zgacha va chiroyli g'oyibona suhbatimiz orqali ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritib borayotgan Yurakdan yurakkacha tabrik loyihasidan suhbat olib bormoqdamiz. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, mayli, rahmat. Rahmat. Boringizga shukr va shukronalar aytgan holda bugungi fayzli ayyom, nafis bahor, muhabbat, go'zallik, latofat va mehr ramzi bo'lgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Rahmat. Nadomani keling endi. Rahmat kattakon. Keling endi sizga bir savol bilan murojaat qilsam. Go'zal opajonim, nima deb o'ylaysiz? Nurafshon fayzli ayyomingizda mana shunday o'zgacha tabriknomalarni, kutilmagan sovg'a va tilaklarni siz tomonga taqdim etayotgan yaqin insoningiz kim deb o'ylaysiz? Hech xabarim yo'q-da. Bilmadim. Taxmin qilib ko'ring, kimdan kutgan bo'lardingiz? Assalomu alaykum. Bilmadim. Bilmayman. Bu qadar ham qila olmayman, bilmayman. Xo'jayinimdir. Bilmadim. Yo, Maşallah. Jasurbekmi? Topdingiz. Har doim mana shunday yaqinlar ardog'ida yuring. Mana shunday samimiy tabriknomalarni sizga mehribon o'g'lingiz Sardor hamda jufti halolingiz, hayot yo'llaridagi umr yo'ldoshingiz Sherzod aka yo'llaganlar. Ha, rahmat. Sog' bo'lsin. Bor bo'ling, qimmatli vaqtingizni ular uchun aymasangiz, siz tomonga kelgan chiroyli va betakror tabriknomamizni siz uchun Allohim qodir qilgani qadar o'qib eshitirsam. Aha. Rahmat. Eng go'zal insonsiz hayotimdagi. O'zgani go'zalim deganim yolg'on, yagona malikam saroyimdagi. Bayramingiz muborak bo'lsin onajon. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli osmonlardan-da balandim, mehribonim. Seni bugungi yasharish, yangilanish fasli bo'lmish go'zal bahorning ilk kunlarida nishonlanayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni e'tibor, mehr, muhabbat, nafosat, go'zallik ayyomi bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Hamisha bahor gullaridek ochilib, ko'zlarimizni quvnatib, dillarimiz shod etib yurgin. Hayotning o'nqir-cho'nqir yo'llaridan yelkama-yelka turib, qo'llarimizni mahkam tutib, sabrdan qalqon, muhabbatdan ko'prik qurib o'tib bormoqdamiz. Alhamdulillah, seni tanlaganimdan, yuragimda borliging, taqdirimda bitilganing va birga bosib o'tgan yo'llarimdan, yillarimdan minnatdorman. Yana qayta tanlash imkoni berilsa, hech ikkilanmay, o'ylab ham o'tirmay yana seni tanlagan bo'lardim. Mehribon Allohim jannatda ham yo'llarimizni birlashtirsin. Allohga omonatim, seni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Mehribon Allohim baxtimizni butun qilsin, hamisha chiroyli tilaklarni va eng go'zal niyatlarni egasi bo'lib yurgin. Har qachon va har yerda Robbim seni o'z panohida asrasin. Haj umra ziyoratlariga takror birga borishni mehribon Robbim nasib ro'z aylasin. Farzandlarimizni baxt va kamolini ko'rib, to'ylarda o'ynab kulib yuraylik. Allohga omonatimiz, seni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Hayotingning har bir soniyasi va daqiqasi quvonch va shodliklar bilan lim-molim to'la bo'lsin deyman. Go'zal yuzingdan kulgu tabassum hech qachon armasin. Taqdirimizni bir, umr yo'llarimizni go'zal qilgan mehribon Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Eng oliy baxtimsan, taqdirdan tuhfa. Begona hislarga dil ko'nolmaydi. Kimgadir yo'qligim sezilmas, biroq 18,000 olam sen bo'lolmaydi. Xayol u hayotim egasidursan. O'zgalar soyangga teng kela olmaydi. Dunyoni 100 bora kezib chiqsam ham 18,000 olam sen bo'lolmaydi. Men faqat sevgingla tirikman, ishon. Abadiy bu ahdim hech yo'qolmaydi. O'xshashing topilmas aslo dunyoda 18,000 olam sen bo'lolmaydi.
Ko'zlarim ko'rmaydi sendan o'zgani. Boshqalar ko'nglimga o't yoqolmaydi. Dunyoga sezilmas yo'qolsam qadrim, 18 ming olam sen bo'lolmaydi. Tark etsang shu zahot tugar hayotim. Sensizlik shahrida ruh qololmaydi. Meni-ku o'rnimni kimdir to'ldirar. 18 ming olam sen bo'lolmaydi. deya mana shunday chiroyli tabriknomalarni, samimiy tilaklari-yu dil izhorlarini siz tomonga taqdim etib qolganlar. Rahmat, sog' bo'lsin, rahmat. Siz ham yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Rahmat, sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat katta. Katta rahmat. Yana bir bor go'zal ayyom bilan qutlagan holda siz bilan g'oyibona suhbatimizga yakun yasaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Ha, rahmat. Ha. Jufti halol